Endi bitta o'q bilan ikkita quyonda ursanglar bo'ladi. Shtorm firmasidan ham kempi, ham svarka qiladigan apparatimiz keldi. Hozir ichidan nimalar chiqishini sizlarga bitta-bitta qilib ko'rsatib beraman. Bu 350 amperli svarishni ham kempi apparatimizda bo'ladi. 2li, 3li, 4li elektrodlarni ham urib beradi. Ichidan kempi uradigan pistoletimiz, maskasi, держак, massa, eng muhimi kempi ham chiqadi 1,5 kilolik. Bez kislorod. Bolg'achasi, eng muhimi apparatimizda. Ham yengil, ham qulay, ham kichkinagina. Bu yoqqa kempini qo'yamiz. Hozirlar bilan ishlatib ko'rsatib beraman. Xuddi shuni orqasidan yoqamiz. Yaqinroq kelasiz, yana tugmachani bosamiz. Kempida turibdi. Svarkaga o'tkazib oldik. Ana endi massaga keladigan bo'lsak, o'zini minusiga o'tadi. Держак plyusga o'tadi. Buni hamma svarchik o'zi biladi. Mana massani ulaymiz. Mana mana kempi svarka qo'ldan kelgancha ishlatib ko'rdik. Biz usta emasmiz, lekin qo'limizdan keladi hamma ish. Kimga shunaqa apparatimiz kerak bo'lsa, Elistroga murojaat qiling. Chinoz bo'ylab yetkazib berishimizda mutlaq bepul.